Bir shaharda bir boy bor ekan. U boyni shahardagi hamma tanir ekan. Kambag'allar ham, boylar ham hamma tanir ekan. U boyda bittagina singlisi bor ekan. O'sha singlisini bir iymonli, insofli, taqvoli, or-nomusli bir yigitga turmushga bergan ekan. Kunlardan birida boyagi yigitni tug'ilgan kuni bo'lib qopti. Tug'ilgan kunga boyni ham taklif qilishibdi. Boy nima sovg'a olishni bilmay, u sovg'ani olaman desa ham ko'ziga yoqmabdi, bu sovg'ani olaman desa ham ko'ziga yoqmabdi. Shunda boy, "Kuyovim mana shu sovg'aga arziydi, undan loyiq inson yo'q" debdi-da, tug'ilgan kuniga yaxshi bir mashinani sovg'a qildi. Tug'ilgan kun o'tibdi, hamma xursand, oradan vaqtlar o'tibdi. Kunlardan birida boyagi yigit bilan boyning singlisi tortishib qoldi. Va qiz jahl ustida eriga "Seni qorning to'yib qopti. Bosar tusaringni bilmay qopsan. Akam senga mashina sovg'a qilgandi. Sen o'zingdan ketib qopsan" deb eriga qattiq gapiribdi. Bu narsadan ori kelgan yigit mashinasiga ayolini o'tirg'izib boyning oldiga boribdi va boyga aytibdiki, "Men sendan singlingni omonatga olgandim.